Nima dedingiz hali Yamanga kelganimda? Bayram muborak bo'lsin desam. Bayram muborak dedim. Ben ko'rgan kelganingiz yaxshi dedim. Tavba qilib, buni Qur'on o'qib, hamma haqiga ya'ni xotira kun deydimi? Xotira kuni ikki kalima o'qib, ana qiladigan kunga bayram qilib yuribsizlar dedim. Men tushunmadim dedim. Men haqiqatda tushunmadim. Qanaqa bayram? Tushunmadim. Xotira qilib nima qilish kerak? Ichish kerakmi yo xotira qilib o'shaga Qur'on o'qish kerakmi? Yo'q, bazm qilish kerak. Men tushunmadim. Shu surprizda. Qur'on o'qish kerak, prosta trilarni ko'rib ketish kerak-da bayramda, trilar uchun. Xotira kuni xotirlab qo'y, qolgan yilda unutib yuravering bo'lsa. Yo'q. Sen payt shunaqa. Ya deb qo'ymaydi. Endi bayram bilan deb qo'yadi-da. Ya ashulalar eshitdik, premyera bo'ldi. Premyera bo'ldi. Endi Premyera boshqa bo'ldi. yoshlar ketmasin. Не торопитесь жить. Trilarga sog'lik, salomatlik. Salomatlik. Tiriklarga sog'lik, salomatlik. Qolganlarga Alloh rahmat qilsin. Yaqinlarimizdan ko'p ketdi mana. Ketyapti, ketamiz ham. Endi inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bino qo'ymay yashash kerak yoshlarga, bolalarga ko'p bino qo'yib qo'yamiz. Bino qo'ymaylar. Alloh berdi, Alloh qo'yadi. Eng yaxshi ko'rgan narsam bilan sinayman deydi. Shuning uchun bolalarni yaxshi ko'rsangiz, bolalar uzoq yashasin desangiz, avvalo Alloh, oxir Alloh. Bolalarim orqamda qolsin deb bino qo'ymay o'z holiga qo'yib qo'yish kerak. To'ppa-to'g'ri. Не торопитесь жить deydi. To'ppa-to'g'ri. Haligi счастье любить tishini, baxt juda jimlikni yaxshi ko'radi. Bir xil mana baxtiyor bizni ko'chaga olib chiqib taqib qiladi, u baxt emas u. Bu haligi isterika, baxtsiz odamlarning isterikasi. Baxt jimlikni yaxshi ko'radi. Sokinlikni yaxshi ko'radi. Afiyat, sokinlik degani. Ishqilib xayr. Rahmat. Sog' bo'ling. Hammamiz sog' salomat bo'lsin. Allohga omonat bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin. Bu Nilufar muxlislar. Manikilar ham g'obada kirib ko'rib qolsalar, Kirishadi, обязательно kirishadi. Tabriklayman. Hali meni ko'rmaydigan, yomon ko'rganlarni ham tabriklayman. Tanijonim sog' bo'lsin. Hammamizni bir o'rnimiz bor bu dunyoda. Haligi как микробы нужны, так и бактерии нужны, не нужны. Грибки тоже нужны иногда. Uyam kerak, hamma narsa kerak, isitma kerak bir paytda. Odam sal aqli kirish uchun, odam istimalab turish kerak ekan, immunitet kuchayish uchun. Shuning uchun nima deydi? Все мы нужны, hammamiz o'zimiz o'rnimiz bor hayotda. Sog' bo'linglar. Rahmat.